Maktab ta'limini rivojlantirishda soha vakillarining pedagogik tajribasini muntazam oshirilishi muhim ahamiyatga ega. Urganch tumanidagi 19-son umumta'lim maktabida ham xotira va qadrlash kuni bayrami arafasida o'quvchi yoshlarni sport bilan muntazam shug'ullanishlari uchun sun'iy qoplamali sport o'yingohi, yangi mini futbol maydonchasi foydalanishga topshirildi. Dastlab keksalar duosi bilan sport maydonchasi oldidagi ramziy tasma kesilib, ishtirokchilar, sportsevar yoshlar bu maydonchaning imkoniyatlari bilan tanishdilar. Ushbu inshootning ochilish tadbirida so'z olganlar keyingi yillarda davlatimiz tomonidan ommaviy sport turlarini rivojlantirishga bo'lgan e'tibor, yangi imkoniyat, qulayliklar haqida to'xtaldilar. O'quvchilar ishtirokidagi qo'shiq va raqslar ishtirokchilarga manzur bo'ldi. Tantanali tadbirda sportda muayyan yutuqlarga erishgan yoshlarga tashakkurnoma, sovg'alar topshirildi. Keksa nuroniylar duoga qo'l ochib, sport inshootida shug'ullanadigan o'quvchilarga omad tiladilar. Maktabimizda bir qancha yutuqlarga erishdik. Qolaversa, bu yil bo'lib o'tgan barcha shu tanlovlar, fan olimpiadalari, maktabimizdagi faoliyat yuritib turgan pedagog o'qituvchilarimiz, attestatsiya jarayonlari hammasida bir qancha yutuqlarga erishdik. Shaxsan kecha bo'lib o'tgan narsa yana 11-sinf o'quvchimiz tuman viloyat Urganch davlat pedagogika universiteti qarshisida o'tkazilgan olimpiada tanlovida yana 3-darajali diplom bilan taqdirlanib, muddatidan oldin talabalikka qabul qilindi. Qolaversa, shu yerda tahsil olib turgan sportchi qizlarimiz, sportchi bolalarimiz bir qancha respublikada bo'lib turgan tanlovlar, qolaversa Osiyada bo'lib turgan tanlovlarda o'z g'oliblikni qo'lga keltirdilar. Bu yil o'tgan yili maktab bitiruvchilarimizni foizi bilan olib qaraydigan bo'lsak, 40 nafar o'quvchimizdan 23 nafari oliy ta'lim muassasasi, ya'ni 60% ko'rsatkichi bilan oliy ta'lim muassasasiga girishga qabul qilindilar. Bu yil xudo xolasa rejalarimiz 53 nafar 11-sinf bitiruvchi o'quvchilarimiz bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda muddatidan oldin 5 nafar o'quvchimiz talabalikka qabul qilinib turibdi. Xudo xolasa rejamiz shu yil o'quv yil yakunida 70% oliy ta'lim ko'rsatkichini ko'tarish rejasindamiz. Rejalarimiz shunday maktabni bir oldina yuritish, hozir ta'limda bo'lib turgan islohotlar, qolaversa yana muhtaram prezidentimizni 51-sonli farmoni juda biz maktab direktorlariga bir yaxshi yangilik bo'ldi. Maktabda shu 25-26 o'quv yilidan maktab direktorlariga 20% ustama belgilanishi, qolaversa o'rinbosarlarimizga 15% belgilanishi bu bizani yanada ham ishlashga o'zi shijoat beradi. Qolaversa maktabimizda yana shu mahallamizdan, shu maktabimizda ta'lim olgan tadbirkorimiz Azamatbek shu yerda yana xalq uchun shunchalik bir yaxshi ishlarni qildilar. Maktabimizda shu buyunacha hali sport sun'iy qoplamali maydonchamiz yo'q edi. Yana shu tadbirkorchilik homiylik hisobida shartnoma asosida 44-49 yil muddatga shuning o'quvchilarimiz uchun sun'iy qoplamali sport maydonchasini qurib berdik. Shu mahallamiz, Obod mahalladagi yoshlarimiz kecha kunduz shu yerda sport sog'liq garovi shu sport bilan shug'ullanib yaxshi kayfiyatda olib turibdilar. Keyingi paytlarda sportchilarimiz katta bilan musobaqalarda qatnashib, muvaffaqiyatli o'rinlardan olib kelmoqdalar. Yaqinda yana Faslobod, Pokistonning Faslobod shahrida maktabimiz o'quvchilaridan 3 tasi qatnashib, birinchi o'rinni olishga muvaffaq bo'ldilar. Maktab ma'muriyati tomonidan shu sportga katta e'tibor berilmoqda. O'quvchilarning sport yutuqlari bilan faxrlanamiz. Ularning O'zbekistonning bir necha bor birinchi o'rinlarni olib muvaffaqiyatga erishganlar, Osiyo chempionatida olganlar birinchi o'rinni. Faxriy sportchi sifatida faxrlanib, quvonib o'tiraman. Yaqinda sun'iy gazonimiz yangi qurildi. Bu bizlarga ko'proq imkoniyatlar yaratib berdi. Masalan, sport musobaqalarida tayyorlanish bo'lsa, erkin tayyorlanishimiz mumkin. Men o'zim sport bilan shug'ullanaman. Qiziqishim yaxshi, juda qo'l keldi bizlarga. Sport musobaqasi bo'lib turadi, yoshlar yetakchisi tomonidan va boshqa maktablarda, boshqa mahalladagi bolalar bilan o'ynash uchun borardik. Hozir o'zlarimizda gazon yaratildi. Bu bizlarga ko'proq imkoniyat berdi, tayyorlanish, o'sish uchun. Farzand tarbiyasida oila, mahalla, ta'lim muassasasi, yon atrofdagi ijtimoiy muhitning alohida o'rni bor. O'quvchi yoshlarni chuqur bilim olishlari uchun maktab ta'limidan boshlab
toki o'z-o'zini anglashgacha bo'lgan jarayonning o'ziga xos jihati, davlat ta'lim standartlari talablari asosida bilim berilishi muhim ahamiyatga ega. Bu borada ta'lim dargohining moddiy o'quv bazasi, yaratilgan zamonaviy shart-sharoitlar o'quvchilarning muayyan yutuqlarga erishishiga xizmat qilmoqda. Muassasada tabiiy va aniq fanlarning o'rgatilishi oliy toifali pedagoglar tomonidan o'quvchilarga yangi texnologiyalar asosida ta'lim tizimidagi yangiliklar bo'yicha bilim berilishi asosiy yo'nalishlardan biridir. Shu bois maktab jamoasining qo'lga kiritayotgan yutuqlari ham tahsinga sazovor. Fizika fanini o'qitish bugungi kunda davlatimiz e'tiborida. Ayniqsa Urganch shahridagi Al-Xorazmiy nomidagi universitetning ochilishi bunga yaqqol misol bo'ladi. Bu universitetga, Al-Xorazmiy nomidagi universitetga hozirgi kunda yoshlarimiz, bitiruvchilarimiz tomonidan qiziqish juda katta bo'lib, ushbu universitetga hujjat topshirib o'qishga kirish uchun hozirgi kunda ko'plab bitiruvchilarimiz sertifikatlarni olishmoqda va shu orqali oliygoh talabasi bo'lishga intilishyapti. Men oliy toifali fizika fani o'qituvchisi sifatida hozirgi kunda ish jarayonimda darslarimni nazariya va amaliyot bilan bog'lab o'tishga harakat qilyapmiz va darslarimiz davomida ilg'or pedagogik texnologiyalar, yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanib darslarimizni tashkillashtiryapmiz. Buning natijasida yutuqlarimiz ham oshib boryapti. O'tgan hafta Urganch davlat pedagogika instituti tomonidan tashkil qilingan olimpiadada faxrli 3 bosqichida ham faxrli o'rinlarni olib, fizika fanidan muddatidan oldin talaba bo'ldim. Kelgusida fizika fanidan yaxshi o'qib, yaxshi tahsil olib, yuqori malakali mutaxassis bo'lishga harakat qilaman. Men ushbu maktabda o'qiyotganimdan faxrlanaman. Sababi maktabimiz o'quvchilarga ko'plab imkoniyatlar yaratib bergan. Xususan men ushbu maktabda olgan bilimim yordamida ingliz tili va ona tili adabiyot fanlaridan milliy sertifikatlarni qo'lga kiritdim. Kelajakda o'qishimni davom qilgan holda maktab O'zbekistonning nufuzli universitetlaridan bo'lgan Urganch davlat universitetiga o'qishga topshirmoqchiman. Ustozlarimning izidan borgan holda o'qituvchilik kasbini egallamoqchiman. Umumta'lim maktabida o'quvchi yoshlarga yo'l harakati qoidalarini chuqur o'rgatish maqsadida maxsus sinfning tashkil etilib, jihozlanishi bu fanni puxta o'zlashtirishlariga xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, o'quvchilarni intellektual sportga qiziqtirish maqsadida shaxmat shashka to'garagi ham namunali faoliyat ko'rsatmoqda. Maktab pedagogik jamoasi yangi innovatsion uslublardan xabardor bo'lib, o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Ayniqsa 2025-yilning atrof muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyot yili sifatida belgilanishi bu boradagi biologiya fanining yanada chuqur o'rgatilishiga turtki bo'ldi. Prezidentimizning barcha fan yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini, ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi tashabbusiga ko'ra eko burchak tashkil qilinib, o'quvchilarning biologiya faniga qiziqishi oshib bormoqda. Ekologiya burchagi bu o'quvchilarga ekologik tarbiya berish, atrof muhitni da'vat qilish, amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish uchun yaratilgan kichik, ammo juda foydali maydon. Siz ekologiyaga oid qonunlarni bilasizmi? Ko'rik tanlovida bizning maktabimiz faxrli 2-o'rinni egalladi. Yaqin orada yashil makon maktablarimizda, hududlarida mini bog'lar va ekologiya burchaklarini yanada kengaytirish niyatdamiz. Bir so'z bilan aytganda, yangicha o'qitish metodlarini sinab ko'rish orqali nazariy bilimlar o'quvchilarning murg'ak tasavvuriga bamisoli toshga o'yilgan naqshdek muhrlanib, ular ongida bir umr saqlanib qoladi. O'quvchining ulg'ayib kasb tanlashi, kelajakka qanday yo'ldan borishi, o'zining hayot tarzini axloqiy ma'naviy asoslarga qurishi uning bolalikda olgan bilimiga bog'liq.